Hop, ustaxonaga bugun televizor geldi. Bu videoni ko'rmasam bo'lmaydi. Pulini kelishgandan nechun qimmat ishlaysizlar deb so'radi. Menimcha sifatda bo'lsa kerak, o'zini zapchastlarni o'rni-o'rnida qo'yishda bo'lsa kerak. Avvalan boshqa ustaga ishlatganlar. Ishlagan narsasi. Bu zo'rg'a ochdik buni hozirda. Yapışkan yeri yapışıp turibdi. Yapışmagan yeri açılıp yotibdi. Yapışkan yerinden açman bo'lmaydi buni. Buni ko'pchilik bilsa kerak no'ligini. Bu avtozapchasi sotadigan bir 10 ming so'mlikmi, 5 ming so'mlik двухсторонний скотч. Bu bilan yopishtirib bo'lmaydimi? Buni endi o'zini zavod skotchi bilan yopishtirish kerak. Tozalashning o'zi bir problema. Otxotlari tengda. Endi so'rashlaringiz mumkin, buni ko'rinishi bilan prostoy skochdan görünüşü bir xil-da, buni mikroskop tengda ko'rishlaringiz mumkin. Farqini. Buni o'rtasi gubki bo'ladi, machalki bo'ladi. Ikki taraf kiley bo'ladi. O'rtasini открывалкani suqib yuritgan vaqtda shu gubkisi kesilib chiqaveradi buni. Kiley, ikki tarafning kileyi birisi korpusda, birisi ekranda qolib ketadi. Buni ham olish oson. Menda hozir prostoy skoch yo'q. Farqini ko'rsating desam, prostoy skoch zich bo'ladi. Открывалкani suqib tortgan vaqtimda yurmaydi открывалки. Yapışib qoladi zichligini hisobida. Shuning uchun zavodskoy skoch ishlatish kerak. Ekranni ochgan vaqtimda oson bo'ladi. Shunday kesilib kelaveradi-da. Bu tarafı korpusda kaladi. Bu cho'ziladigan tarafı ekranda kaladi.